Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda PDF o'zgartirishni o'rganamiz. Men qo'limga mana bunday kitob tushib qoldi. Ushbu kitobni ehtimollar nazariyasi bo'limini o'rganish maqsadida yuklovdim, lekin biroz noqulay ekan. Shu kitobni shu holatdan mana bu holatga olib kelishni bugungi darsda ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Avval ushbu kitobning kerakli qismini o'zimiz uchun kesib olsak. Buni oldingi darsimizda ko'rib o'tganmiz. Chrome orqali kesamiz. Demak, bu boshi qayergacha kesib olamiz. Bu yoqlari kerak emas, javoblari kerak emas. Shunchaki mustaqil o'rganish uchun ushbu kitobni kerakli qismlarini o'zimcha ajratib olib, qulay holatga keltirmoqchiman. ekan. Demak, mana kitobni kesib oldik. Demak, biz nima ishlar qilamiz? Oldin rejalashtirib olsak. Bizga har kitob o'qishimizda mana orqadagi sayt nomi kerak emas, uni o'chirib tashlaymiz. Mana sahifalar kerak emas va mana o'rtada joylashib qolganini butun varaq bo'yicha kengaytiramiz. Har bitta sahifa uchun buni amalga oshiramiz. Buning uchun Adobe Acrobat degan dasturimiz mavjud. Undan foydalanamiz. Ushbu dasturni o'rnatish bo'yicha video qo'llanma kanalda mavjud. O'rganib olishingiz mumkin. Dastur ham kanalda mavjud. Dasturga kirgandan so'ng Redaktirovat mana instrumentiga kirdik. Redaktirovat PDF открытni bosamiz. Выбрать fayl qilamiz. Рабочий stoldagi ehtimollar nazariyasi. Demak, boshladik. Mana ochib oldik. Redaktirovatga bosamiz. Biroz uzoqroq qilib olaylik. Mana ko'rinyapti. Bunday belgi chiqqandan so'ng o'chirib tashlaymiz. Har bitta sahifa uchun shunday qilamiz. Hozir men bitta sahifaga to'liq ishlashni ko'rsataman. Qolgan sahifalar ham ushbu usulda bajariladi. Keyin bizga kerak emas bo'lgan qatlamni mishka bilan belgilab olishimiz kerak. Mana shunday to'liq belgilagandan so'ng delete ni bosib delete qilib yuboramiz. E'tiborga olish kerakki, yana o'sha gap, PDFimiz qanchalik sifatli bo'lsa, ushbu dastur bilan ishlash ham shunchalik oson bo'ladi. Demak, biz sahifani belgilab olamiz. Cho'zishni boshlaymiz. Mana. Nisbatan menimcha yaxshiroq chiqdi. Keyingi sahifani ham shunday qilamiz. Keraksizini o'chirib, butun bir sahifani belgilaymiz. Dastur anglayapti. Demak, mana shu qatlamlar orasida kerakli matn bor. Uni yoyadi.
tarzda qolgan sahifalarni ham o'zgartirib chiqamiz. Mana nihoyat yakunladik. Menimcha ham bir sahifani o'zgartirib chiqdik. Endi buni saqlaymiz. Saqladik. Endi yakuniy natijani yana bir bor ko'rib chiqamiz. Mana. Ancha yaxshi. O'ylaymanki, bu dars sizga ancha foyda keltirdi. Ushbu bilimlarni yaxshi niyatlarda qo'llashingizdan umidvorman. Yana PDF-ga oid qanday muammolarga duch kelasiz, qanday muammolarni bartaraf etish bo'yicha darslar bo'lishini xohlaysiz, buni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.